حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. namoz vaqti bo'lib qoldi. Bir tidotda tahorati bor ekan, u bir tidotda ham tahorati yo'q ekan. Tahorati borlarni tahorati bor, tahorati yo'q odamlarni ta'lim berdi tayammumda. Chun tayammum qo'y maqomi tahoratdir. Ba'zi mavridlarga tahorat qilishlik mushkildir. Suv yo'qdi, yo uzoqdi, yo suv bor, havo ko'p, sovuqdir. Tahorat qilsangiz mariz bo'lasiz. Va yoki suv bor, masalan, suvni oldiga dushman bor, yo bir daranda bor. Agar odam o'sha yerga suvni oldiga boraman desa, darandani damiga tushadi, yo dushmanni damiga tushadi. Shu lihozdan Alloh mutol tayammumni tahoratli joyga ravo buyurgan. Shu lihozdan bizlar ham Alloh mutolda bergan ne'matlardan istifoda qilib, tahoratli joyga tayammumni qildik. Va xo'shbaxtonaki bizlar batibqi sunnat bu dasht biyobonga azon aytib, takbir aytib, namozimizda ham bo jamoat o'qidik. Alloh mutol dargohiga qabul qilsin. Va bu videoki biz hisob qilib biz manzurimiz budiki, daroyendaga te'dod javonlar bor ki peshro'yimizga olib fasli bahor kelotdi, ta'firlarga ketadilar, dashtlarga boradilar. Ularga ba'zi vaqtlar suv bo'lmay qoladi, suv eshitmaydi, zarurat bor. Shu lihozdan bu ne'mati Parvardigordan istifoda qilsalar, tayammum qilsalar, u yerga so'rab azon aytib, takbir aytib, namozlarni ham bojamat o'qisalar, inshaallohki sababi rezishi rahmati Parvardigor bo'ladi va u jamoat g'azabi Parvardigordan dar amin qoladilar. Bu xotir shu niyatni bizlar bu videoni uzatib biz